Mang'it Pasoda bozorida 156-magazin arendaga beriladi. Qipchoq ko'rib Meros to'yxonaning orqasidan kelganda 156-magazin. Agarda Toshkent Stoyanka tarafdan kelganingizda darvozadan kirib 4 yo'ldan 10 qo'lga qayrilganimizda chap qo'limizda 156-magazin arendaga beriladi. Endi o'lchamiz 8 metrga 4,5 shuningdek. Endi ko'rib olasizlar, mebel sebeli bilan mana shunday holatida arendaga beriladi. Kelishingizga tayyorlab hamma narsasini chiroyli qilib beradi. Svetlar hamma narsasi bor. Atak pastochi, tadbirkor akalarimiz uchun zo'r variant, to'q hamma narsasi bor. Rishotkalarni chiroyli qilib atak ishlatsangiz bo'ladi. Bu yerda savdo qiladigan odam biladi qanday savdo bo'lishini. Atak bu yoqda zo'r savdolar bo'ladi meniki. Kelasiz meniki bu yoqimizda pichoq ko'rib, bu yoqimizda 4 yo'ldan chiqib ketamiz. Mana shunday bozorchilarning yoniga tushasiz. Xo'p, bu 156-magazin arendaga berilyapti. Oyini 2 million so'm. Hatiga 2 million so'm, qimmat emas, normalniy. Maklerskiy xizmatidan bor. Atak telefon nomerlarini qoldiramiz, ularning gaplashasizlar. Agarda ma'qul keladigan bo'lsa, kelisha olsangizlar, xudo xolasa, shu yerda ishlatib, magazin qilib, chiroyli qilib yurdirishingizlar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'it Makler kanali.